Promptlarni qanaqa yozish kerak, qanaqa yozish kerak emas, nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Salom, sizlar bilan Abdulloh Fayzullayev, Abdulloh Biz kanali. Sizlar bilan bugun AIda qanaqa qilib to'g'ri prompt yozish haqida ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sizlarga sovg'am bor va like va podpiska tugmalarini bosishni esdan chiqmasin. Bu kanalda qiziqarli va foydali videolar bo'ladi. Biz boshladik. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa biza o'zimizga kerakli AIni tanlab olishimiz kerak. Ya'ni qaysi AIni biz generatsiya qilamiz. Buning uchun men aynan FreePickdan foydalanaman. FreePick menga eng yoqadigan joyi bu yoqda hamma AIlar bor o'zini yig'ilgan kategoriyasi library'sida. Xo'p, buni narxlariga keladigan bo'lsak, mana narxlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 4 xil tarifimiz bor. Bu yerda $6 €6dan 215 €gacha bu oyiga 215 € juda ham qimmatli qiladi, lekin 34 € bu dollarda $40 ga to'g'ri keladi. Juda ham foydali, zo'r. Men o'zim shunisini ishlataman. Xohlasanglar qimmatli qiladi desanglar 2 kishi sotib olib ishlatsanglar ham bo'ladi. 2 kishi uchun ham bemalol yetadi. Ichida deyarli barcha funksiyalar, sizlarga kerak bo'lgan funksiyalar bor. Ko'rib turganingizdek bizda shunaqa o'zini har xil kategoriyalardagi narsalar bor. Bu yerda to'liq videolar, muzikalar, kerakli Photoshop ishlashga bo'lgan hamma narsa bor. Biz image generatordan foydalanamiz. Mana men o'zim qilgan generatsiyalar har xil ko'rgan bo'lsanglar, mana bunaqa video yasudi, uni ham aynan shu yerda yasalgan. Вот. Mana bu yerda ham biz kursimizda har xil landshaftlar ishlatib ko'rganmiz. Aynan AI yordamida. AI yordamida qanaqa qilib referensiya olish shunaqa bo'ladi. Biza qanaqa qilib landshaftga yaxshi ideya topsak bo'ladi. Har xil generatsiya qilib ko'rganmiz va oxirida mana bunaqa ikkita ideya bizga yoqqani uchun mana shu ikkita ideyani aralashtirib bunaqa ideya hosil qilganmiz va shuni o'zimizning kursimizda qaytarib takrorlaganmiz Microsoftda. Bizda birinchi o'rinda biz model tanlab olishimiz kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zida shuncha modeli bor. Bu yerda menda hammasi VIP, mana tarifimda. Bu yerda Seedream, Nano Banana Pro, Flux, Auto o'zi tanlab beradigan. Men eng ko'p ishlatadiganim Seedream 4.5 bilan Nano Banana Pro'sini ishlataman. Sizlarga maslahatim, Seedream juda ham zo'r image generator hisoblanadi. Bunda aynan o'sha ideyasi juda ham zo'r. Endi sizlar bilan nima to'g'ri, nima noto'g'riligini ko'rib chiqamiz. Agar men qanaqadir uy yozmoqchi bo'lsam, villa, ko'pchilik qiladigan xato bu shunchaki nimaligini yozib qoldirish. Ya'ni shunchaki u villa deydi, o'rmon ichida bo'lsin deydi, bo'ldi. Unaqa ortiqcha narsasi bo'lmaydi. Aynan shu prompt bizda xato bo'ladi. Bu yerdan pastdan qanaqa kasfaning tanlasak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek va sonini tanlasak bo'ladi. Hozir men ikkitadan qilaman. Keyin sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rganingizdek mana yomon prompt qanaqa bo'lishini ko'rdinglar. Hozir bu yerda villa asli bizda W almashib qolgan. Unda xatoyimiz bor, lekin baribir ham bu yerda agar villa desanglar, Google dan qidirsanglar, bizda o'zimizning villada chiqib keladi. Bu yerda ko'proq xato o'sha AI ga aniq zadani berilmayotgan bo'lyapti. Endi qaranglar, biroz to'g'rilaymiz, AI-ni biroz yaxshiroq qilamiz. Biz biroz qo'shimcha AI ga boshqariladigan versiyani berdim. Ya'ni menga klassik bo'lsin va qimmat ruhni bersinni qo'shib ketdim. Endi ko'ramiz bizda qanaqa chiqadi promptimiz yaxshilangan holatda. Mana ko'rganingizdek, atiga 2 dona so'z qo'shilgani orqali biz qanaqa natijaga erishdik. Вот. Mana bizani ikkita olgan natijamiz. Bu yerda biz aytganimizdek o'rmonning ichida qimmat ruhda villa turibdi. Endi buni qanaqa yaxshiroq qilamiz bundan desanglar, bu yerda yana qo'shsak bo'ladi. Atmosfera bo'limini atmosfera yozib, unga ikkita nuqtacha qo'yib, qanaqa narsa xohlayotganimizni yozsak bo'ladi. Overcast bo'lishi mumkin, yoki night bo'lishi mumkin, night time, yoki bo'lishi mumkin sunset yoki sunrise. Har xil o'zingizga yoqqan kayfiyatdagi ruh. Keling, mana buni atmosferani lighting ga o'zgartiramiz va sunset yoniga qo'shamizki lighting from inside the building deb yozamiz. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, hozir biz har bitta yangi prompt yozayotganda bittadan qator qo'shib ketamiz. Hop, boshida shunchaki umumiy nimaligi haqida edi, Villa in the Forest. Keyingisida u qanaqaligi yozildi.
ya'ni qanaqa stilda, qanaqa ruhdaligi va undan keyingisi уже lighting qo'shildi. Sezayotgan bo'lsanglar. Mana ko'rib turganingizdek, bizda yana bitta yaxshiroq versiyasi chiqdi. Bu yaxshiroq versiyasida bilgan bo'lsanglar, biz o'zimiz aytgandek, quyosh botishi va uylar orasidan chiqayotgan nur deb yozgan edik. Mana xonalarning ichida bizda chiroyli oltin nurlar bo'lyapti va chiroyli quyosh botishi bu yoqda ko'rinib turibdi. Endi biza yana qo'shishimiz mumkin aslida. Eng kuchli negativ prompt bizda bo'ladi mana bunday holatda. Ya'ni negativ promptimiz asosan shunday holatda bo'ladi. Ya'ni fantastika qilma, bizga ortiqcha dramali kerak emas. Fashion fotografiya stili kerak emas. Bunaqa ortiqcha ijtimoiylar kerak emas. Ya'ni yozsak bo'ladi. No, ya'ni ayga o'xshamasin deyapti. Yana men yerda qo'shib qo'yishimiz mumkin. Negativ promptdan keyin mana ko'rgan bo'lsanglar, oxirida juda ham yaxshi sifatli arxitekturniy fotoga o'xshasin deb yana yozib qoldirdim. Endi yana bitta generatsiya qilamiz va eskilar bilan solishtirib ko'ramiz. Marhamat, ko'rgan bo'lsanglar, keyingi bizani yana bitta promptimizdan upgrade'dan keyin qanaqa razresheniyada, qanaqa chiroyli rasm chiqyapti. Realizmi juda ham baland. Sababi biz aynan realizmni va ortiqcha AI looklarni olib tashlashni promptimizda qo'shib ketgan edik. Bu sezayotgan bo'lsanglar, baribir ham qanaqadir quyoshlarida yoki mana bu yoqdagi klassik kolonalarida, nurlarida, mana bu yoqda ham ortiqcha bo'lib ketgan lightinglarda sezishimiz mumkin edi. Lekin o'sha oxirgi kadrlarimizda chiqayotganida juda ham realizm boy, ayniqsa daraxtlar, ranglar, teksturalar juda ham sifati baland, ayniqsa shu kadrimizani. Bu yerda sezgan bo'lsanglar, promptlarni aynan qismlarga bo'lib yozish juda ham foydali. Ya'ni, misol uchun o'chib ketishimiz mumkin. Materials bo'limida bizga o'zimizga xohlagan material, misol uchun aynan shu holatda biza materiallarni yozib ketishimiz mumkin. Aynan bu yerda ham travertine stone, granite stone for walls, ya'ni devorlar uchun travertin va granit toshlarni ishladi material qismiga yozib ketamiz. Arxitektura chastiga biz yozamiz faqat qanaqa chiqishi, arxitektura, stil, kolonnalar qanaqa turishi, qancha etaj bo'lishini arxitektura qismiga yozamiz. Lighting qismiga yozamizki, lightingimiz qanaqa bo'lishi, atmosfera, osmonimiz, umumiy yorug'ligimiz qanaqa bo'lishini hammasini lighting qismiga yozib chiqamiz. Material qismiga o'zimizning qanaqa material kerakligi, zdaniyamizdagi daraxtlarga har bittasi qismdagi ajratib yozib chiqamiz. Va men ishlatadiganim doimiy negativ promptga xohlasangiz shuni copy paste qilib doimo ishlatsanglar bo'ladi. Buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, to'liqroq versiyasini. Bu yerda har bitta yozsanglar shunaqa yaxshi kasini yozib beradi. Keyin oxirida shunaqa kichkina prompt bilan juda ham yaxshi bunaqa sifatga erishish mumkin. Yana bitta sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Bu video uchun o'zim tayyorlagan prompt edi. Hozir bu yerda sezgan bo'lsangiz biroz chuqurroq, ya'ni arxitekturasi bor, lokatsiyasi, kameramizning qanaqaligi yozilgan bu yerda, kompozitsiya, atmosfera, lighting, material, stil, control, negativ promptlar hammasi yozilgan. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz bir xil negativ prompt ishlatganmiz, shu bilan birga oldingi qilganishimiz bilan birga ishlatganmiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qanaqa o'sha foto chiqdi. Endi bu yerda o'rmonning ichida bo'lmagan, bu promptimizda o'zi stil o'zi shunaqa tanlangan. Bu yerda ham juda ham kat sifati yaxshi. Lekin aslida eng yaxshi prompt aslida shu holatda bo'ladi. Aynan bo'limlarga ajratish, bu yerda ko'rgan bo'lsangiz ko'proq bo'limlarga ajratganman. Bu o'sha keyingi qismlarda nima xohlayotganiga qarab ishlatish. Buni men o'zim ChatGPTning pulli versiyasi bilan ishlataman odatda. Bu yerda nima xohlayotganimni to'liq yozib beraman. U menga yozib beradi. Keyin o'zim qo'l bola bo'limlarga ajrataman ko'p holatlarda. Hop, ko'rib turganingizdek, asosiy prompt qismi shu. Xohlasanglar men qanaqa qilib oddiy viewportda turganidan tayyor rendergacha bo'lganini qanaqa qilib oddiy promptlar bilan sizlarga o'tkazishni ko'rsataman. Yo'kida yanada qiziqroq videolar, misol uchun pastga o'xshagan videolarda ko'rsatishim mumkin qanaqa qilinishini. Bugun biz AIda qanaqa qilib to'g'ri prompt yozish kerakligini ko'rib chiqdik aziz do'stlar. Sizlarga bo'lgan sovg'am bu Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Telegram kanalimda tayyor promptlar bor. Har xil vaziyatga har xil tayyor promptlar. Uni bemalol o'zingizlar ishlatishingiz mumkin. Kanalga video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmalarini bosishga esdan chiqmasin. Sababi like va komment bu yangi tug'ilgan chaqaloqqa ozuqa. Bizning kanal esa xuddi onadan yangi tug'ilgan chaqaloqqa o'xshaydi. Bizni kuzatishda davom ettiring.
Ko'rishguncha.